Diqqat! Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga Abduqodir Husanov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. UFC yengil vazn toifasining sobiq chempioni Habib Nurmagomedov Manchester City bazasida mehmon bo'ldi. Bu haqda 37 yoshli sportchi o'zining ijtimoiy tarmoqlar sahifasida ma'lum qildi. Agar ular mana shu pushti liboslarda bo'lishsa, mashg'ulot zalimga kiritmagan bo'lardim. Ular kulishdi, lekin men hazillashmayotganimni tushunishmadi, deya u ulashdi suratlarda izohda. Uchrashuvdan so'ng Nurmagomedov O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov haqida fikrlarini ham bildirib o'tdi. Abduqodir Husanov 1 soat davomida birga bo'ldik. U umuman gapirmadi. Yaratgan seni panohida asrasin. Sendan O'zbekiston xalqining umidi katta. Hech qachon bo'shashma va faqat oldinda intil, deya yozdi sobiq chempion. Eslatib o'tamiz, Habib Nurmagomedov UFC'dagi so'nggi jangida 2020-yil 24-oktyabr kuni Abu Dabida bo'lib o'tgan UFC 254 turnirida o'tkazgan. U vaqtinchalik UFC kamari sohibi amerikalik Justin Gaethjega qarshi oktagonda chiqib, ikkinchi raundda bog'ish usuli bilan g'alaba qozongan. Mazkur g'alaba Nurmagomedov uchun faoliyatidagi 29 g'alaba bo'lgan. Jangdan so'ng Habib aralash jang san'atini foydalanishi yakunlanishi e'lon qilgan edi, deyiladi xabarda. Manchester City'da esa Chelsiga qarshi durangdan so'ng oshkorlari sonini 40 taga yetkazib, Aston Villa bilan tenglashdi va to'plam nisbatan ko'ra aprel turnirida jadvalda 2-o'ringa ko'tarildi. Peshqadam Arsenal hisobida 48 ochko bor. Jamoa navbatdagi uchrashuvni Angliya Premyer Ligasining 21-turi doirasida Brighton ga qarshi o'tkazadi. Ushbu bahs 8-yanvarda o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan 00:30 larda bo'ladi, deyiladi xabarda.